Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar. Davlat hokimiyatining qandaqligi haqidagi munozaralarni tarixiy ma'lumotlar yordami bilan tushungil bo'ldi. Bu haqda asosan degudek ixtilof yo'q. Lekin davlatning oldiga qo'shilgan sifatlarning mohiyati va ta'siri masalasida aniq yakun chiqib bo'la olmadi. Ya'ni bu haqda aniq javobga erishish mumkin bo'lmadi. Bu ahvol izchil talash-tortishlar bo'lib keldi. Bundaq bo'lishining sababi bu talash-tortishlarda bir davlatning tarixiy o'rni qanday qilishdan qat'iy nazar diniy, siyosiy va ijtimoiy gavdalarning ko'lamgisiga sig'movchilik darajada buyuk ekanligi nazardan saqit qilindi. Shundaqla adolat, ijtimoiy birlik va tijoratning davlat uchun voz kechkiz bo'lmaydigan omillar ekanligi unutib qilindi. Nazariy jihatdan bu masala aniq, to'g'ri yakunga erishishga muyassar bo'lolmaganlikdan uning amaliyotdagi ifodalari tasavvur qilg'usiz darajada echinishli bo'ldi. Bugun sizlarga davlat ta'biri yoki davlat aniqlamasi talash-tortishsiz darajada mukammal bo'lgan. Lekin davlatning oldiga kelgan sifat jihatdan eng talash-tortishli bo'lgan islomiy davlat va hokimiyat shakli nomli kitobni tanishtiramiz. Mazkur kitob yozilgandan buyon izchil talash-tortishning temasi bo'lib keldi. 1900-yili 2-iyulda Avstriyada yashaydigan, ba'zi manbalarga ko'ra Polshada yashaydigan bir Yahudi oilasi dunyoga kelgan. Keyincha islomni qabul qilgan mutafakkur, islohotchi, sayyah, iloyatchi, yozuvchi va siyosatchi 1980-yil nashr qilingan Qur'onning chaqiriqi nomli Qur'on tafsiri va Makkaga boradigan yo'l qatorliq qimmatli asarlarning muallifi bo'lgan Muhammad Asad tarafidan yozilgan İslomiy davlat va hokimiyat shakli nomli bu asar jami 6 bobni tashkil topgan bo'lib, 32 mavzuni cho'rlagan holda yozildi. Kitobda oldi bilan bir davlatning nima uchun islomiy bo'lishi kerakligi, sekularlashishining buni ko'rsatadigan ta'sirlari, axloqning dinga munosabatli qismi, shundaqla islomiy qonun qatorliqlar izohlanib, islomiy davlatning shartlari, zarurligi va aloyiliklari haqida nazariy andiza barpo qilindi. Keyingi bobda islomda davlat hokimiyatining qanday bo'lishi kerakligi, qaysi xil ijroatlarning, amaliyotlarning va siyosatlarning Qur'on oyatlari va hadislarga mos kelganligi, nima uchun mushundaq bir hokimiyat shaklining inson tabiatiga muvofiq kelganligi izohlanib chiqadi. Muhammad Asad temini oddiylashtirish orqali ideal islom davlat tipini o'ttirib qo'ydi. Muallif Payg'ambar alayhissalom va sahobalarning hayotlaridan o'rnaklarni olib, islomiy davlat ro'yobga chiqqan saodat davriga qaytib, bu davrdagi islomiy davlatning ijroatlari va oyatlardagi buyruqlarning munosabatli taraflarini tafsiliy holda o'qirmanlarga taqdim qildi. Muhammad Asad musulmonlarning ahvolini yaxshi bilganlikdan oldi bilan qaysi ishlarni qilish lozimligini ta'kidlab, bularga qo'shimcha boshqa amaliy masalalar ustida to'xtaldi. Islom davlatida siyosat, axloq sistemasi, ma'rif sistemasi, adolat va erkinlikning doirasi, ijtimoiy nizom qatorliqlarning qanday bo'lishi lozimligini tafsili bayon qildi. Kitobda qonunlarning naslarda aniq ko'rsatilganligi, shariat prinsiplarining bu naslarga asosan shakllanishi lozimligi, burun musulmon diyorlarida qurilgan xalqlarning eminliklarning va bagliklarning o'z jamiyatlari uchun bekitgan qoida nizomlarga hozirgi sharoitdan qaytadan qarab chiqish lozimligi, ya'ni ilmiy nuqtadan tahlil qilinishi kerakligi ta'kidlandi. Muqarrar holda qalaymaqonchilik, ziddiyat va masala keltirib chiqarib kelayotgan bu ahvolning naslarning doirasidan chiqarib tashlanishi lozimligi, xallar, amirlar va bagliklar chiqargan hukmlar va bekitgan qoida nizomlarning vaziyatning o'zgarishiga ergishib o'zgaradiganligi, buning aniq fasili yoki qizil siziqi yo'qligini qabul qilsak, masalani tushunishimizning oson bo'lganligini eskartadi. Islomiy davlatning cho'qim bo'lishga tegishli prinsiplarini shura va kengash muassasalarining davlat organlarida yo'q bo'lib ketishiga ruxsat qilmay, davlat apparatlarida cho'qim barpo qilinishi, davlat boshliqlariga itoat qilishga va itoat qilmaslikqa tegishli ishlar, qonun chiqarish bilan ijro qilish, ya'ni parlament bilan hukumat o'rtasida tamponlik qurish, bexatarlik va ma'rif sistemasi qatorliq islom davlati cho'qim astoydil betaraf qilish kerak bo'lgan masalalar ustida analiz olib berib, choralar o'tirib qo'ydi. Islom davlati va hokimiyat shakli sohasida
muqaddima xarakteriga ega bo'lgan bu asar bu haqda tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lgan yoki bu haqda izlanayotganlarga yetakchilik rol o'ynaydi. Xayr xo'sh.